Bu bekli köngüllük, hayvetlik murasim Rokes. Sen sahneye çıkkanda, ha? Hey, bu neymiş? Ha? Ha? Oylamagan naşlıq boldu bu. Bir qol mu yoki bir putqa o'xshaydi ku. Mening beshimga tegib baqsin chiqadi. Xatalashibdi men. Qo'l putuning farqi bekli zo'r ekan. Az uxlamasam bo'pti ekan. Yeterli bo'ldi. Meni qo'yvat. Meni qo'yvat. Ben sana bir neyim qilmasam. Bu kalampay bilan ichib qo'yg'ilib bo'lamdi yo'q? Bir qidiqlab qo'yay. Bo'pti, birodar. O'zingdan sho'ri. Zaman kuchingni ko'rsat. Tosh bozg'on. Tosh bozg'on. Tan, bo'yingmi shundoq egizlab ketdimi? Sening qo'l puting, ya'ni yo'g'on ko'zlaringmi? Men yo sening ochiqni keltirib qo'ydimmi yoki tush ko'ratamda? Menga dapagina. Sening bunda qayvatlik tantanqa aylanishing mumkin emas-ku. Cho'qim makr bilan o'yin o'ynayotgan gap. O seni nima qilib qo'ydi do'stim? O ahmoq, nima ish bunday qilasan? O muvaffaqiyat hukmronga aylandi. Qarmoqqa bu mening planimdimi o'ta murakkab ishkan. Amal qilib uning diqqatini buray. Yana bir o'ylab baqachi. Voy, bo'ldilar. Qaraganda ayol iloh biz taraf turdigandek turadi. Men qara tantan, mening sana zarbi bergim yo'q. Biz degan yaxshi do'stlardan. Unutib qoldingmi? Men qo'lyantirishga qisdim tantan. Sen bu shaxsiy adovat bilan munosibatsiz. Seni qilangdan cho'qim chatoq chiqibdi tantan. Qiziq yeri, bu ishning men bilan munosabati bo'lg'ini. Lekin do'stlar urushib yursa hargiz bo'lmaydi. Biz qo'l elishib fikrlasak qandaq? Bu ancha qiziq bo'lmadi. Bu bir ahmoqlik. Hammamiz minpalchaqliqdan kelgan. Biz bir septka odamlar. Seni birni tep qo'yganimda xijilman. Biroq sen bilan chiroyli paranchishib baqdim. Urushqim bakanda. Amskila. Voy bechora, aram mushinchilikni undiring bakanda. Buni ko'rib qo'y. Buni ko'rib qo'y. Yani bu mu? Bu mu ba? Mana. Bunu mu? Manı mı? Yardımınca rahmet tantan. Kechirgin ağina, men bir amalni qilib, seni qizil tumanning kontrolidan qutuldiraman. Biz o'zaro ilishib yurmaymiz. Bu qaya? Qandaqlarcha bu yerga kelib qoldim. Soati nemish bo'ldi? Bu qanday qamlashmagan joy, boshqalar qiynadi. Tasron, Rokes, Ferno, sizlar nada? Do'stlaring zaminning har qaysi joylariga tarqab ketishdi. Men asli sarang bo'lay deb qoldim. Qachonlardan boshlab shamol mening so'zimga javob bergan bo'lib qoldi. Sada qayerdasan? Bu yoqqa chiq. Sana ziyon yetkazmayman. Paranchib baqayli. Men sana demadim tantan, og'zingni yum. Men pastda. Geormaning yuzini qilib tinsam bu tunishlar vazg'u. Bu yoqda men algiram. Sizning hamon aslingizga keldiganligingizni biladim, Krasxanish. Xanish alilari zodi nemish bo'ldi? Boshqalarga nima bo'ldi? Men Geormening kichik farishasiga aylandim. U Geormedagi barliq narsani kontrol qilib oldi. Butun dunyoni xarobiylikqa aylantirmoqchi. Georme quruqlikdagi har bir parcha zamin, hatto puhralarni ta'sirga uchirdi. Atrofdan qarab baqa, eng avval bu yerda Geormedagi yanartog' va dengiz okeanlar bor edi. Shu makrning hukmronligida Georme shunda qalat qildi. Bu o'ylig'imdan o'ta ig'ir bo'ldi. Agar biz
Sen jim turib tur, Tantan. Biz sal turib deyishaylik. Tantanni bir ko'rib baqsangiz-ku, u bekla qo'rqinchli bo'lib qopti. U sening do'sting Tantanning ovozi emas, Agram. Albatta shu, ba'zida Tantan kichik boladeklar. Yo'q, Agram. Ovoz o tarafdan keldi, qarag'ina. Nemiş ki men bir shumliq sezgandla ishlar boshqacha bo'lib qoladi. U ovoz bekla qo'rqinchli ekan. Ha? Bu zodi nemiş? U ovoz bekla qo'rqinchli. Kechirgin, Agram. Mening Giormo bilan bo'lgan aloqam uzilib qoldi. Omadmi, ofatmi farq qilamadim. Mening kallam qalam qolishib ketdi. Men hamma narsaga qaytara olamiz. Makr bir qo'rqinchli, ammo qarg'i kelmas nima? O'tinib qolay, Agram. Bu ishplas. Bo'ldi so'zlama, Agram. Anlaşmag'an. Agram shahzoda, og'zingni yum. Kechiring, ta'xir qilib turing keras. Faqat birla amal bilan bu ishga taqobil turg'ili bo'ladi. Zima, kuchingni ko'rsat. Hey, Giormoning kuchini es qilib bo'lamidim. Ishlar bosh kuch turdi. Hech bir kuchlanganimni es qilamadim. Nemish bo'ldi? Sening Giormo kuching tabiiy ulanadi. Shunga o'xshashi ta'sirga uchrabdi. Amdi buningdan ansurgidek vaqtimiz qolmadi. Nemali bo'lsin, biz kurash qilishimiz kerak. Ko'nglingizga ammo sizning sumkamga silib olsam bo'lmaydi. Shunda sizning bexatarligingiz kafolat qila olaman. Sizcha bo'ladimi? Hech qisi yo'q, to'g'ri tushunaman. Rahmat senga, Agram hukmron. Bunda qiyin chog'da sen Giormoning birdan bir umidi. Birdan bir umidi? Ha, keling ha. Ha? Fomika? Bu mumkin emas. Ular beliqdi ha? Bo'pti. Bo'pti, belijonlar, tezroq kelisha. Qiynamsa, barliq kuchini chiqarish, mening karomatimni ko'rib beqish. Bu dunyodagi g'ayri bir maxluq ekan. Yaxshi turamsiz, Grasxonish. Makrning tabiatning tamponligini buzayotganligini nazarda tutib, quruqlikka beliqlar asli tayanch bo'lishi kerak. Balki bundaq talva emas. Qaraganda sizlar buni toza yaxshi tushunib ketamabsizlar-da. Bu quruqlik kontrollikni yo'qotib bo'ldi, Grasxonish. Tabiat tampon inoq bo'lsa, barliq shalxlarning mavjudligida bir hikmat bo'ladi. Hozir Fomikalar o'z tabiatini yo'qotdi. Ular qo'rqinda shundoq yavoyi va asabiylashib ketgan. Ularga taqabul turishmi tas? Hozirgidagi holda ularga taqabul turish texmi tas? Elimo talaylik emas. Ular yo'ldilar bizni tamoqqa aylantirib yevatmidi. Bu gapni deb Burun kishlar isim kep qoldi. Men to'g'ri bir taraf qila olgan. Agram. Ha? Bek baldur deb qo'ydimmi nima? Men sizlarning o'ljonlar emas. Sizlarning ota-onalar, sizlarga o'z yeringlarga narsani imonlarda tarbiya qilmaganmi? Ha? Do't beliqlar. Hozir bularni eng oxir qetib uchratishim bo'lib qolgan. Buningga men bir nim deyolmayman. Ularmi bizdek bu yerga qopsilib qoldi. Ular hujum qilish uchun emas, qo'rqinchida pitirish berishgan. Xotirjam bo'l, ular tezda qaytib keladi. Bugun sapla xush xabar dedingiz-ku, shundaqmi? Grasxonish. Lekin aytganingiz to'g'ri, ular qaytib keldi. Men qanday qilaman? Albatta o'zingni yaxshi qo'g'da. To'g'ri hamoqatlachi savol so'rdimmi nima? Ha, bo'ldi. Bo'ldi, tosh bosgan. Ha? Tosh bosgan davatman. Yana shunda qilsam men tukishman ilmitkarmiti. Taqdassiz tosh top. Ular bizni deb kelmabdi xonish oliylari. Ular u narsadan qutulmoqchi ekan.
Rokas! Makrning qaltisi Ango. Rokasning qo'liga Georg Motishni bulab qochmoqchi ekan. Biz jazmani to'sib olishimiz kerak. Biroq qara Agram, bu ziminni Angoga qarshi qilmoqda. Amsi bu ziminni uning odamini o'ldirishni o'ylamaydi-qandu. To'xta Agram hukmron. Astroq, menga qara, jazman tushunishing kerak. Amsi tezdan kirasqan ish do'stimni o'yatib boshqalab bo'lsa qilyapti. Ango o lava garmetlarini, fumigalarni bu yerga qo'llatqizib seni bisramjan qilmoqchi. U Roksning Georg Motishini ilib oldi ekan, unda senikini bu bulaydi. Kes kamisimu, men tayyorlanib bo'ldim. U Georg Motishni hargiz tortib ketamaydi. Sen bu balkim uning qiltiqiga tushyapsan. Georg Motishga ega odam zo'r kuchga ega bo'ladi. Agar sen bugun Georg Motishidan ayrilsang, og'ir oqibatlar chiqishi mumkin. Xonish oliylari, deganlaringizning hammasi to'g'ri. Lekin mening do'stim beklar qiynalib ketyapti. Nima bo'lmasa, Angoni uningga ziyankesh qilishga chat qo'l qo'shtirib qarab tursa bo'lmas. Amsi mayli, qanchalik kuch qilishidan qat'iy nazar, barliq Georg kuchini o'zingga yaqin Agram hukmron. Ango! Dal vaqtida keldim. Seni o'ldirib o'taman. Ham sana do'stona qanday qiynaydiganligimni ko'rsatib qo'yman. Oldinga chiqamsizlar. Bu adil bo'lmadi. Sizlarga adil bo'lmadi. Tosh zambirak. Sizlarga o'rmon hukmronlarining ishiga bekor tegib qo'ydinglar. Men seni shunday razil ish qilganligingni bilishim kerakdi. Taqdosiz toshdi. Rokas, men bu ishlava garmetiga mas'ul bo'lay. O, ishchi san qoldi-a? Ular o'zingni bir ko'rsatib qo'y. Kechir Agram, men qilolmayman. Sen jazma o'rnimda ularning aybini ber. Hozir hech qanday odamga tankilamayman. Bo'ldi, Rokas, chaqchaq qilmoqchi. Tez o'zgargan, sening yordaming kerak. Tez bo'l. Men qilolmayman Agram, yordam qilolmayman. Men hech nima qilolmayman. Mening birdan-bir qila oladiganim sol tarafimdagi ablaqdan avaylashni askartib qo'yishli xolos. Hey, tosh zambirak. Men chaqchaq qilmayotmayman. Tez o'zgargan Rokas. Qo'rqinchaqlik qilma. Sen zodi nima bo'ldi? Xuddi biz faqat qilib boqmagan. Janub tarafingdagi osmonda qanotlariga o't ketgan bir uchar jonivorni ko'rdim. Agar men o'zgarsam, u ish mening boshimga kelsa qanday qilaman? Men bunda qaramlik qilolmayman Agram. Sen o'zgara olaysan. Men Georg Motishni og'adiki, sen to'lqonga aylanasan. Yo'q. Do'stim senga yordam qilamadi. Yo'q. O'tinib qolayki, o'rmo. Men mo'jizning yuz berishini kutyapman. Meni umidsizlantirma. Biz sinab boqaylik. Tosh bozg'on. Yo'q Agram. Men ishga Georg Motishga erisha oladigandak turaman. Yolg'ondan o'lib olishni anglab boqmabdi senda. Rahmat sana Agram, rahmat. Rahmatni oldirmay et. Tez o'zgargan. Kuchim qo'rayotdi. O'zim yolg'iz Angoga tenkilamaydigandek turman. Tez bo'l, tez. Sen aniqla tenkilanmaysan. Shundaqdimi? Men sinab boqmay turmayman. Taqdosiz tochdi. Zaytun to'pqa bakla o'xshidi. Qanchalik bardosh bera oladiganligimni uqmayman, Rokas. Sen cho'qim o'zgarishing kerak. Kechir Agram, men qilolmayman. Bunda qilsam bakla xatarlik. Menga yordam berish uchun emas, o'zing uchun ag'ina. Ikkimiz kavob qo'yilishdan burun Georg uchun o'zgargan. Georgning kelgusi bizning bu vazifani qanday tamomlashimizga bog'liq. Ma'qul. Hech qanday bo'lmadi-ku. Men Georg quruqlikdan chiqib ketgan o'xshayman. Bu mumkin emas. Kayning kichikkan hamoqatlar. Bu mumkin bo'lmaydi qolmasdan, balki bir tabiiy qonuniyat. Mening tabiiy qonuniyatim. Bu chim qirbisish o'zgardi-ku. Mening qonuniyatimga xiloflik qilding. Sen endi qattiq qiynashga uchraysan, Ango.
Sen mi bana o'xshash qaraysan kan-ku? Makir Angoning hal qilg'ichig'i. Biz qaysi tarafni qo'llaylik? Makir jazman oljibdi. O qandaqsiga o'zining odim bilan qarshilashidi. Ha? Bizmi ba'zi qarshilishimizga, shundaqmi? O degan o'xshamaydi. Sening ko'z qarashlaringga beparvo qarashni o'rganib qo'ysan bo'g'dak Rokes. General o'g'irlikqa urinmaslik kerak. Ular egisining kuchiga mansub. Xo'jayinim yo'qolib ketdi-ku. Sen bir sehrgarning o'yindakli ekansan. Tashda olsamla men Geormonning xo'jisi bo'laman. Toshni og'ing bo'lsa avval meni o'ltirib at. Sen ölüsen. Qaramoqqa og'riqni sezib atqansan. Sen cho'mchilig'ingning jazosini tortsan, Ango. Ularning ichki ziddiyati ishlarni osonlashtirdi. Seningcha Makir rostla uni yevtami? Herkes undaq bo'lmaydi. Ango ancha tamlik emas. Balki Makir uni chaynabni tukirib etishi mumkin. Anglamoqqa qaltisqo. Shak shubhasizki, hozir chaqchaq qilishadigan vaqt emas. Grasxanish, sizga zodi nim bo'ldi? Hozir hikoya so'zlaydiganga vaqt emas. Xatar yanala qosh bilan kirpikning orasida. U qandaq narsa? Fomika. Ular dengizda bo'lish kerakdi-ku. Bular undaq emas. Shu Fomika quruqlik chep yuratamdi. Meningcha ular ancha do'standek qilmaydi. Men navoq bilib bo'g'li. Biz amal qilib, sening kuchingni asliga keltirsak bo'ladi. Men bu toshni tozalab etay. Siz qila olamsiz. Meni uning qishiga apag'in. Rivoyatlardagi quyuqlashtirilgan naq javhar ekanligini bilasan-ku. Men uning o'zining nima qilayotganligini bilishni xohlayman. U baq qiynalib ketdi. Jani kichiklab ketyapti. U to'xtasin. Biz uning g'iylig'iga yordam qilaylik. Men uxlab qolgan chaqda umun cho'qim o'xshash ishni qilganga. Demakchi bo'g'ining Ango meni qattiq qiynayotgan chaqda sen uyqudimmi? Shu deganimdek uxlayotgan. Men uning seni bo'zaq qilayotganligini bilmabdiman, Roket. Sen mushunda qo'mondan bo'lamsan? Sening normalligingga qaytganingni ko'rib pek xush bo'ldim. Terikak bola, chakdan oshgan Rokesni Rokes hukmroniga aylantirmagan. Men ularni kelib sening futqollaringni uzitishni xohlamayman. Agar asli shundaq bo'lsa, men odamni bezar qilgan yerlarini tervog'li kelmayman. Agar sen uxlamagan bo'lsang, Arish kuchini ko'rsak. Hey! Sen yerdikisiga mas'ul bo'l Agram. Men osmon turib seni mudofaa qilay. Otilmayli. Demiş bu. Asla kasan bo'g'dak. Tabiat o'xshamaydi hozir. U bizning kuchimizga ta'sir qildi. Lekin biz yanada qila olmaymiz. Hozir bizning boshqa tanlashimiz yo'q. Yaxshi qilding Rokes. Yerdimi bo'ldi kelsan-ku. Boshqacha his qildingmi? Ha? Men albatta boshqacha his qilmayman. Nima uchun? Rahmat davasanglar bo'ldi-ku. Men hozir Geormotishni o'g'irlagan o'g'ri bilan hisob-kitob qilishman. Men qirapaylik og'ina, o'zingni tutib ol. Grasxanish hozir elishdigan vaqt emasligini menga askartgan. Angladingmi? U bizga nimani qilish, nimani qilmaslikni askartishib ketni olamdi-ku. Albatta, o'tgan xonish oliylar tursa. Geormo hukmronlari azaldan jangda qo'rqqan emas. Men seningdek ishni qo'rqadigan to'q yurakka yanilmayman. Albatta shunday qilishni yoqtirsan-da, biz bilan birga qutulsang bo'ldi-ku. Yoki ular elishayotganda samimiy bo'lsa ham bo'ldi. Qutulish, bekli to'g'ri gap. Rahmat sana intayin qaltis fikr bo'ldi-ku. Bu albatta qaltis fikrda. Men boya nima dedim? Hozir o'zingning kuchiga texmi ishongansan. Chunki biz ularni ishlatishimiz kerak. To'g'ri. Lekin butunlay yaxshilanib bo'lamadim. Bak hayajonlanib ketma. Ko'pchilik, men bu yerda kechki tomoq tayyor bo'ldi. Fursatni ketkizib qo'ymanglar. Kelib eg'iz teginglar. Uni yeginglar ba'mi? Oljib qoldingmi? Nima sarangda kulayversan? Biz tutum bo'lish oldida bu sanchiba kulgilikmi-ki?
Mening nima deyishim bilan qarang bo'lsin. Avval qanotlarini harakatlantirib qo'y, ahmoq qush. Ular hozirli maydonga chiqadi. Bizga qaranglar, bakmi tamlik. Sizlarning kechki tomoqni qo'ldan baginglar yo'qdi. To'g'rimi? Qaranglar do'stimga. Putini olamsizlar, yo'tisnimi? Men bilan mangro kes. Sen demiş qaratsın. Biz demiş yuguraymiz. Sen biz ushimiz degan qo'y. Biz ushimiz yo'q. Meni elib qo'y. Hozirmi? Nimishqa? Qo'yman deganda qil. Sen kuchimasi keldi degan tunqo. Bakla ig'irkansan. O'zgarib kichikla. Bu jonning asqitib qilishini umid qilman. Senin kechki tomoqingni yo'q qildigan bo'ldim, Batbashir birodar. Biroq yo'qol, Rok so'kimramni sening lo'qpang emas. Ko'pdan ko'p rahmat og'ina. Büyük maker, hozir kim qalbi qildi? Endi kim podshohlardek bu zamonda o'talaydi? Endi yo'rma quruqligini kim bo'ysundudi? Sizlar bana yordam qilib oshko'z generalni yo'qotishmadinglar. Rahmat sizlarga, bechoraman qurtlar. Muvaffaq fursat sizlarga obdan rahmatimni aytib olaman. Vaziyat oxirlashdi, lekin oxiri epakli qo'rqinchli bo'ldi. Yangi dunyoda makrni yengishmi ta'sirlashyotdi. Birdan kelamiz. Avval biz Tasram bilan Fernon topaylik. Shundoq, lekin kim ularning nadligini bilsin. Kirasxonish bilishi mumkin. Fikringga tamoman qo'shilaman. Uyga borgandan keyin rosa tabriklayli. Ondan biz makrni biroqla halok qilib o'taylik. To'xtab tur. Sen rostla mening fikrim qo'shilman dedingmi? Men og'irni ishni uqmayman Agram. Lekin men bo'za qilayotganda sen xiyolingda yo'q uxlab menga yordam qilmabsan. Sen qiynalayotgan chaqda men uxlamadim. Senga qancha qitim desam bo'ladi? Amisa, sen o chaqda o'yg'oq. Mening vaqirashlarim bilan qaring bo'lmoqda-da. Yo'q, undaq emas. Lekin sen bundan o'ylsang, men mening chiqmoqda zavqsizlikning boshlanishi. Sages there with much wisdom to share.